Kim meni kennayamga, ya'ni akam xotiniga meni akamni dushmani deb tanishtirib qo'ygan. Men tushunmayman. Akam borligida hammasi akam yo'q bo'lsa itdan behurmat ko'radi. Akam borligida Feruzjon, akam yo'q bo'lsa Baqalajon, akam borligida ovqatlar ham bo'ladi, akam yo'q bo'ldi, mana shu molga yem bergan deb tushunyapsizlarmi? Va kennaya bu sizlarni to'ylar tashkil topish uchunchi eng ko'p harakatni bilasizmi kim qilgan? Men qilganman, akam emas. Men chakana g'isht tashib yuborganmanmi ko'chadan uyga? Ha? Rossiyada o'g'rislardan ko'p yurganman, bilasizmi shuni? Siz yo'q, siz o'zingizcha akam borligini qilasiz. Keyin hali denida 7 ta pomidori bor edi, hammasini yeb qo'ysam bunisi demayman. Siz akam bilan urushib qolsangiz, ajralib ketmasligingiz uchun eng ko'p harakatni men qilaman, chirik ketmaslik uchun. Bilasizmi shuni? Yo'q, bilmaydim. Akam ham, siz ham to'g'risi oila bilan meni g'ashimga tegishdingda. Akam ham zuhum o'tkazgan paytida. Senlarda bolam bo'ladi-yu, meni jiyanim bo'ladi. Ishonish, meni o'zimni jiyanim bo'ladi.